G'olibman ko'zlaringni rangidan. Assalomu alaykum hurmatli pompaloqlarim. Hurmatli xaridorlar, bizning mikrofonimiz o'zgargan. Yana negativ yozib qo'ymanglar. Buni nimadan kelgani va qayerdan kelganini keyin sizlarga ko'rsatib beraman. Hurmatli optimchilar, donachilar, bizdan 60-62 razmer so'ragan qizlarjonlar. Mana bu rubashkalarimizdan полностью razmerlaringlar bor. Ranglari har xil. Bugun sizlarga именно обзоры rubashkaga qilib beraman. Razmer 62, 64, 66 gacha bemalol bo'ladi. Buni pastligini ham xohlasanglar, pasti bilan ham qilib beramiz. Bundan tashqari, shimli varianti bor. Tagida birukaligi bor. Uni o'zim отдельно обзор qilib beraman. Hozir sizlarga просто rubashkani tepasini o'zim obzor qilib beraman. Tak, ranglari juda chiroyli. Bu yilgi oxirgi trend ranglar, buni qaranglar. Sizlar uchun olib kelganmiz. Qizlar, agar shim, ko'ylak, rubashka Xitoy modellaridan sotadigan bo'lsanglar, ishoninglar, sizlar ham mikrofon o'rniga kalit ishlatadigan bo'lib qolasizlar. O'yinga mashina almashtirasizlar. Bu gapimizga 100% javob bera olamiz. Bizga qo'shilib, biz bilan birga yuradiganlar orqada qolmagan, faqat oldiga qarab yurishyapti. Shuning uchun hurmatli optimchilar, sizlarni imенно o'sha shim do'konimga, Bek barakadagi 673-do'konga taklif qilaman. Xohlagan modelingizni Xitoy bomba skidka mollari, nima kerak bo'lsa, obyomi bilan, modeli bilanmi, nimasi bilan xohlasangiz, ishlaymiz, topib beramiz. Sizga eng g'o'lamlisi Xitoyning narxida, O'zbekistonda. Mana shu sizdan chiqmasin. Hammalarni yaxshi ko'raman. Do'konimizda kutib qolaman.